Bugungi kunda jadal bilan rivojlanib borayotgan zamonda vaqt eng qimmat resurs hisoblanadi. Ayniqsa, so'z yo'llar haqida ketganda. Qolaversa, bugungi kunda jahon tajribasiga qaraydigan bo'lsak, pullik yo'llar transport tizimining asosiy bo'g'iniga allaqachon aylanib ulgurgan. Shuning uchun ham so'nggi yillarda bizning mamlakatimizda ham ushbu savol aktual bo'lib qolmoqda. Lekin shu bilan birgalikda fuqarolarimizda savol tug'ilyapti. Pullik yo'llar o'zi nima uchun kerak? Ulardan olinadigan xarajatlar qayerga ketadi va fuqarolar uchun qanday qulayliklar yaratiladi? Shu haqda bugun o'zimizda tok showsida gaplashamiz. Assalomu alaykum va bugun bizni studiyamizda hozir ekspertlar yig'ilgan, ekspertlarni chaqirganmiz. Tashrifinglar uchun katta rahmat. Bugun ozgina savollar bilan qiynaymiz, rozi bo'lasizlar. Va birinchi savolimiz bu o'zi mana hozir biz eshitdik, sizlar bilan ozgina tanishdik boshida va bizani qiynayotgan savol O'zbekistondagi hamma yo'llarga sizlar qaraysizlarmi? Hamma o'sha yo'llar bilan bog'liq bo'lgan og'riqli masalalarimizni sizlarga bersak bo'ladimi shu savollarni? Abror, keling so'raylik, o'zi umuman olganda O'zbekistonimizni qamrab olgan yo'llarimiz qanchani tashkil etadi va ularning qanchasiga sizlar mas'ulsizlar? Respublikamizda, mamlakatimizda 210 ming kilometrga yaqin avtomobil yo'li mavjud bo'lib, shundan Avtomobillar qo'mitasi 42 ming 371 kilometr yo'lda foydalanadi. Bu ya'ni umumiy foydalanishda avtomobil yo'llari hisoblanadi. Taxminan 20%. Taxminan 20%. Xo'p. Qolganiga kim javob beradi? Umumiy javobgar odam bormi yoki bo'lmasa tashkilot bormi hamma yo'llarga? Endi hamma yo'lda o'sha 210 mingga yaqin yo'l deb aytyapmiz. O'sha mamlakatimizda hamma yo'lda o'zi egasi bor. Biz o'sha aytganimizdek, o'sha umumiy foydalanishda avtomobil yo'llari egasi hisoblanamiz. Qolgan yo'llar mahalliy hokimliklar, obodonlashtirish boshqarmalari yo'lda toifasidan, ahamiyatidan kelib chiqib turlarga bo'linadi. Demak, biz agar qayerdadir yo'lda muammo ko'radigan bo'lsak, deylik, u yomon bo'lib ketgan bo'lsa yoki bo'lmasam qisqaroq bo'lib qolgan bo'lsa, torroq bo'lib qolgan bo'lsa, demak bu qaysidir tashkilotning yo'li bo'lishi mumkin. Hokimiyatniki bo'lishi mumkin, obodonlashtirishki bo'lishi mumkin, to'g'rimi? To'g'ri aytayapmanmi? Xuddi shunday. Endi tushunishimizcha, viloyatlar bilan viloyatlarni, shaharlar bilan shaharlarni, tumanlar bilan tumanlarni bog'lovchi yo'llarga sizni qo'mita mas'ul, to'g'rimi? Xo'p, endi agar sizlarda deylik o'sha 20% yo'l bo'ladigan bo'lsa, aynan qaysi yo'lni umumiy foydalanish deyapsiz? Boshqa yo'lni umumiy foydalanish emasmi? Boshqa yo'llar umumiy foydalanish. Bu o'sha biz yo'llarimiz, umumiy foydalanish yo'llari ham ahamiyatiga ko'ra 3 turga bo'linadi. Xalqaro ahamiyatdagi yo'llar bu mamlakatimizni xalqaro, ya'ni qo'shni davlatlar bilan, respublika bilan bog'lovchi yo'llar. Undan keyin davlat ahamiyatdagi yo'llar, bu davlat ahamiyatdagi yo'llar viloyat bilan viloyatni, tuman markazlarini viloyat markazlari bilan, qaysi nimada asosiy shu yo'llar. Undan tashqari asosiy umumiy foydalanishda ham 24 ming kilometrdan oshiq 24 ming 222 kilometr mahalliy yo'llar bor. Mahalliy yo'llar bu tuman bilan tumanni, tuman markazlarini qishloq o'g'illar bilan bog'lovchi yo'llar. Keyin shaharda ichida ichki yo'llarimiz bor, shahar ko'cha yo'llarimiz bor. Bundan tashqari inspeksionniy yo'llarimiz bor. U nima u inspeksionniy yo'llar? Kanallar, zovurlardan yonida qurilgan yo'llar. Inspektorni yo'llar deymiz. Bu o'sha suv omborlari, kanallar yonida o'sha ular foydalanadigan yo'llar. Endi aslida hamkasbim bergan savol nima uchun yo'naltirildi sizlarga? Biz endi o'sha avtomobil haydovchilari sifatida, bir marotaba bo'lsa ham rulga o'tirgan inson sifatida o'sha yo'llar hozirgi kunda o'sha og'riqli nuqtamiz u yerdagi muammolar bizni qiynash haqida savol berilgan edi aslida va bu uchun kim mas'ul, kim javob beradi? Mana shu savolga javob topmoqchilar, to'g'rimi? Shunaqa. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak. Tan olish kerak, lekin tan olish kerak, oldingiga qaraganda hozir ancha yo'llar yaxshi. Ancha yaxshi. 2007-yildan beri mashina haydayman. 2007-yildan beri ko'zimni oldida yo'llar o'zgaryapti. Lekin hali to'liq o'zgarmagan. Tushunaman, bunga vaqt kerak, lekin qachon degan savollarni shu bermoqchi edim sizlarga, lekin bilishim bo'yicha sizlar faqat ma'lum bir qismigina sizlarga tegishli ekan.
Shunday odamlar yo'l yomon deb nima qiladi, lekin o'sha 2007-yildan beri haydovchilik qilaman deyapsiz, mashina haydaman deyapsiz. Savol ham qo'yish kerak. 2007-yilda nechta yo'ldan foydalanish transport bor edi? Hozir nechta? U mashinani, yuk transport mashinalar soni ham oshib boryapti. Yo'llarga yuklama ham ortib boryapti, shuni hisobiga rivojlanib boryapti. Ta'sir etyapti. Tomonini ham hech kim o'ylab nima qilmayapti-da. Endi qarangda, shunchaki bu ma'lumotni eshitgan, ya'ni pullik yo'l qurilmoqda degan fuqarolarda savol tug'ilishi mumkin. Demak, o'sha yo'lni ta'mirlagandan ko'ra pullik yo'l qurib, o'sha o'zimizni pulimizga mana shu yo'llarni xalqimizga taqdim etish degan savol ham tug'ilishi mumkin. O'zi pullik yo'llarni qurilishidan maqsad nima? Shu haqida bilib olaylik. Birinchi o'rinda vaqtni tejash va sifatli yo'lda yurishni ta'minlab berish aholi uchun. Shu to'laydigan to'lovini asosida biz ularga nima xizmat ko'rsatib beramiz. Shu bo'yicha ularga qulay sharoit yaratish. 4 soatda boradigan manzilga 2 soat, 2,5 soatda yetib borishni ta'minlab berish, qulay sharoit yaratish aholi uchun. Qarang, siz aytyapsizki, o'tda biza qanaqa xizmatlarni ko'rsatamiz? Ya'ni sizlar yo'lda nimadir xizmatlar ham ko'rsatasizlar pulli yo'llarda. Men to'g'ri tushundimmi? Tekis qilib berishdan tashqari yo'l bo'ylarida infratuzilma obyektlari bo'ladi. Bemalol misol uchun yuk tashiydigan logistika haydovchilari kirib bemalol o'sha joyda dam olib, hordiq chiqarib, kerak bo'lsa ehtiyot qismlarini ko'rsatib, texnik holatini avtomobilni yaxshi holatga olib kelib, infratuzilmalar qurasizlar. Kafe, restoranlar, har xil shoxobchalar, albatta buni orqasidan shu yangi ish o'rinlari yaratiladi, xalqimizga qulayliklar bo'ladi. Lekin bizni O'zbekistonimizda bunday amaliyot bo'lmagan. Biz mana ilk marotaba bunga qadam qo'ymoqdamiz. Bunga sabab nima? Bu bizada O'zbekistonni tajribasida ilk bor bo'lyapti pulli yo'llarimiz. Pulli yo'llarni asosiy qilishimizdan maqsadimiz o'sha hozir Hasan aka qayd etib o'tganlaridek bir masofadan ikkinchi masofaga yetib borish vaqtini tejash. Hozirgi kunda qayd etish joizki, vaqt hozir juda bir qimmatli resursga aylangan vaqt. O'shaning uchun pulli yo'llarni hamda qurishimizdan asosiy maqsad bu hozir pulli yo'llarimiz davlat xususiy sherikchilik tamoyillari asosida qurilganligi uchun bu byudjetga ham yuklamani kamaytiradi biroz. Sababi xususiy investor kirib keladi, xususiy sherik kirib keladi. Hop. O'shani hisobiga hamda pulli yo'llarimizni logistika oshgani hisobiga ham viloyat, tuman markazlaridagi iqtisodiyotni o'sishiga olib keladi. Menda savol tug'ilyapti-da, o'sha eski yo'llarimizni o'zini kengaytirib qo'ysa, qaytanga yaxshi emasmidi? Nimaga pulli yo'llarni qilish shart degan bir savol tug'ilyapti menda. Eski yo'llarni kengaytirish uchun hozirda shu mavjud yo'llarimizga qarasak, yo'l bo'yi infratuzilmalar mavjud. Uni kengaytiramiz, ularni buzishga to'g'ri keladi. U buzgandan keyin ularga kompensatsiya to'lovlari bor. Bu yana byudjetga qo'shimcha yuklama hisoblanadi. Hamda hozirgi mavjud tekin yo'llarimiz ham analogik bo'lib qoladi. Bu haydovchilarda o'zida imkoniyat bo'ladi, tanlash imkoniyati. Xolasa pulli yo'llarda, xolasa tekin yo'lda harakatlanadi. Bu degani pulli hozir tushuntirib aytay oxirigacha. Bu degani pulli yo'l qurdi degani tekin yo'l shunday tashlab qolinmaydi. Bu ham o'z vaqtida ekspluatatsiya qilib turiladi, o'z vaqtida ta'mirlanib turadi. Bu bir xilda tushuncha hosil bo'lishi mumkin. Pulli yo'l qurdi, hammani pulli yo'lga jalb qilishdi, eski yo'llar yamalik, boshqalik bo'lib qoladi degan tushuncha bo'lib qolishi mumkin. Yo'q, u yo'l ham har doimgidek o'sha nazoratda, ta'mirda bo'lib qarab turiladi u yo'l ham. Ya'ni haydovchida imkoniyat bor. Xolasa tekin yo'lda, xolasa pulli yo'lda. Pulli yo'l beradigan imtiyoz unga bir manzildan ikkinchi manzilga yetib borish vaqtini 2 barobargacha qisqartiradi. Yo'l bo'yi infratuzilmalardan foydalanish imkoniyati bo'ladi. Yoqilg'i quyish shoxobchalari, elektrokarlarni elektr bilan zaryadlash punktlari bo'ladi. Nimani hisobiga sizlar 4 soatli yo'lni 2 soatga qisqartirib berasizlar? U qisqa yo'nalishda yurgan bo'ladimi yoki boshqa qanaqadir sabablari bo'ladimi? Yo'q, bu asosiy omili, vaqtni qisqarishning asosiy omili bu avtotransport vositasinin harakatlanish tezligi. Ya'ni loyihaviy tezligimiz 150 km/s tezlikgacha belgilangan. Bu yerda endi xavfsizlik haqida ham savol tug'iladi. 150 km tezlikda harakatlandi degani endi baribir shu haydovchilarni xavfsizligi ham baribir savol so'roq ostiga tushyapti. Xavfsizlik talablari ham alohida e'tiborga olingan. Bu bo'yicha jahon standartlari ISO 39001 standartlariga asosan hamda yo'llarimizning har bir qismida video kuzatuv kameralari bo'ladi. Xavfsizlik nazoratlari bo'ladi.
hamda bir tarafga harakatlanish 3 tasmadan iborat yo'lak bo'ladi. 3 ta palasali, ya'ni qo'pol qilib aytganda, xalq tilida 3 ta palasali yo'l bo'ladi. Nazorat albatta kameralarda elektron nazoratli bo'ladi. Endi albatta bunday yo'llarga bizni haydovchilarimiz ham tayyor bo'lishlari kerak. Bu borada nima deya olamiz? Haydovchilik madaniyati va umuman olganda mana shunday pullik yo'llarda harakatlanishga bizni aholimiz, bizni fuqarolarimiz tayyormi? Endi buni shu o'rinda ta'kidlab o'tish kerakki, pulli yo'l qurilgandan keyin to'lov tizimlari bo'ladi. Bular elektron shaklda bo'ladi, ya'ni avtotransport vositasini boshqaruvchilari o'zlari bilan o'sha elektron to'lov tizimlarini joriy qilib qo'yganlari bu afzal bo'ladi. Sababi mashinalarga shundoq tizim ko'zda tutilmoqda, to'xtamasdan o'tganda kamera orqali ro'yxat qilib elektron to'lov tizimi joriy qilinishi ko'zda tutilgan. Bunda o'sha avtotransport vositasining oldi laboviy qismiga maxsus stiker yopishtiriladi. U stikerdan o'qilib, o'sha stiker elektron tizimga bog'langan bo'ladi, kiritilgan bo'ladi. O'sha tizim orqali to'lovlar amalga oshiriladi. Avtomatik tarzda. Avtomatik tarzda. Shuning uchun haydovchilar diqqatiga shu o'rinda qayd etib o'tish kerak. O'zligi uchun elektron to'lov tizimlarini joriy qilib qo'yganligi afzal. Savol boshqa joyda bo'ldi. Savollari shundan iborat bo'ldiki, qanaqa qilib sizlar tajribasiz haydovchilarni o'sha yo'lga tushib qolmasligini ta'minlab berasizlar? Ya'ni men 150 kilometr tezlikda ketyapmanmi? Men ishonchim komil bo'lishi kerak. Hozir atrofimda kimdir birdaniga u yoqqa bu yoqqa tashab qolmaydi. Birdaniga kimdir harakatlanish davomida nazoratni yo'qotib qo'ymaydi degan bir menda ishonchim bo'lishi kerak. Shu narsani qanaqa ta'minlab berasizlar? Bo'ladi. Bu savolingizga biz o'sha pulli yo'l deyapmiz. Yo'limiz o'sha ikki tomoni to'siq bilan to'silgan bo'ladi. Bu o'sha yo'lga odamlarni, o'sha hayvon, chorva mollarni ham chiqib ketishni oldini oladi. Keyin yo'limiz hech qachon bir satiqda tutashma yoki piyodalar yo'li bo'lmaydi. O'sha ikki satiqda kesishadi. Bu harakatda to'xtovsiz, xavfsiz ta'minlab beradi. Nima satiqda? Qanaqa bo'ladi? Ya'ni mana e'tibor bergan bo'lsangiz, hozir Bo'stonliq tomonda yo'nalishga turishimiz platina chirchig'idan chiqishdi. Hozir qayrilib olish joyi qilindi, ikki satiqli. Yer ustidan ya'ni. Bu trassada ham hamma orqaga qayrilib olish joylari yoki qo'shilish, yo'ldan chiqish joylari hammasi ikki satiqli bo'ladi. Ustidan o'tadi yoki ostidan o'tadi, mana shunaqa bo'ladi. Yo'lni harakat qismida bir satiqda hech narsa tutashmaydi. Zo'r. Ya'ni svetofor bo'lmaydi yo'lda. Pullik yo'llarni qurish tartibi qanday bo'ladi? Pullik yo'llarni qurish tartibi asosan davlat xususiy sherikchiligi asosida jahon tajribasida shunaqa amalga oshiriladi. Avvalambor pullik yo'llarda boshlang'ich ma'lumotlar o'rganib chiqiladi, keyin texnik iqtisodiy asoslash ishlab chiqiladi, keyin shunga asosan tenderlar e'lon qilinadi, investorlar jalb qilinadi. Shu investorlar bilan davlat xususiy sherikchiligi asosida belgilangan qonunlar me'yorida investorlar investitsiya ajratadi shu yo'lga. Taxminan necha pul bo'ladi? Qo'shimcha qilib aytsam maylimi? Hasan akaning gaplariga ya'ni qo'shimcha shu yo'l qurilish tartibi, pulli yo'l qurilish tartibi deganda, avvalambor transport vositasini oqim hisoblanadi. Hisobga olinadi. Ya'ni bir kunda yuradigan, o'sha ko'chadan yo'ldan yuradigan transport vositalarining oqimi hisobga olinadi va bu yoqda yana ta'kidlab o'tishimiz kerak, jahon standartlarimiz bor. ASHTO degan, keyin World Road Association, ya'ni Jahon yo'llar assotsiatsiyasini tartib tamoyillari bor. Shularga asosan loyihalanadi. Ekologik vaziyatlar inobatga olinadi. Buni loyihalashtirilganda. Ekologiyaga ta'siri, boshqa shu narsalar inobatga olinadi. Tushunarli. Ko'proq qiziq bo'layotgan savol, taxminan necha pul bo'ladi? Ha, ko'pchilikni shu savol qiziqtiradi. Taxminan. Taxminan narx belgilash bu sal qiyin masala. Sababi bu yo'ldan foydalanish qiymati transport vositasining turidan, uni yuradigan masofasidan minimal ekspluatatsion xarajatlardan kelib chiqib aniqlanadi. Hozir yo'q, unaqa narx yo'q. Hozir men minimalni desangiz, men biror narx aytib qo'ysam, ertaga boshqacha bo'lsa, xalq orasida noto'g'ri tushuncha paydo bo'lib qoladi. Men bilishim bo'yicha hozir Urganch bilan Xivani o'rtasida pulli yo'l qurilyapti. To'g'ri ma'lumot. Urganch Xiva o'rtasida 35 kilometr masofada pulli yo'l qurilyapti. 35 kilometrlik masofada pulli yo'l qurilyapti va pulli yo'l qurilgandan keyin ma'lum bo'ladimi narxi yoki bo'lmasa hozirdan qanaqadir rejalar bormi? Agar bo'lsa ochiq qilaylik. Ha, balki qaysidir bir fuqarolarimiz uchun o'sha chegirmalar ham bo'ladimi? Shaxsan menga juda qiziq. Chunki men chet elda yurganda maza qilaman pulli yo'lda. Tez yetib olamiz.
xotirjam, hech qanaqa kameralardan qo'rqmaymiz. Yoki bo'lmasam qayerdandir nimadirlar chiqib qoladi deb qo'rqmaymiz. Xotirjam ketamiz va bu juda qulay aslida. Va shaxsan men intiqlik bilan kutyapman. Iloji bo'lsa shahar ichida ham qilish kerak yoki bo'lmasa shahar atrofida qilish kerak. O'sha birdaniga aylanib o'tib qaysidir manzilga tezroq yetib olish uchun. Men bu narsani qo'llab-quvvatlayman faqat. Lekin menda savol tug'ilyapti. Nech pul o'zi? Buni belgilanishi investorlarda qiladigan taklifiga bog'liq, xalqaro tenderlar asosida aniqlanadi. E'longa chiqqandan keyin chiqib o'rganadi ular joyda aholi turmush tarzi, harakat jadalligi. Shu yo'lda ertaga qursak, investor o'ylaydi qanchada men shu sarflagan sarmoyamni chiqara olaman. Necha yilda. Shularni hisobga olib belgilangan narxni belgilab, xalqaro tenderlar asosida eng ma'qul variantini hukumat tanlaydi. Hukumat o'zi tanlaydi. Ya'ni investor ishtahasiga qo'yib bermaymiz biz. Yo'q. Nechta investorlar qatnashadi? Taxminan qachon ma'lum bo'ladi endi mana shu raqamlar? DXSH bitim imzolangandan keyin aniq bo'ladi. Bu raqamlar hozir bitim imzolamasdan turib biz Urganch bilan Xivani o'rtasida yo'l quryapmizmi? Urganch Xivani o'zimiz mahalliy avtoyo'l bilan mahalliy byudjet hisobidan qurilyapti hozirgi kunda. Hozirda respublikamizda birinchi pullik avtomobil yo'li o'sha o'zimizni mahalliy yo'lchilar tomonidan qurilyapti. Bu ya'ni o'sha Urganch Xiva 35 kilometr uzunlikdagi avtomobil yo'li qurilyapti. Birinchi keyingi Toshkent Samarqand, Toshkent Andijon, Toshkent Bo'stonliq yo'llarimiz o'sha investorlar tomonidan investorlar ishtirokida quriladi. Keyin hozirgi savollaringizga imtiyozlar bo'ladimi? Bu imtiyozlar bo'ladi. Pulli yo'llar aholiga, fuqarolarga shu bepul foydalanish yoki qanday chegirma bular hammasi ko'zda tutilgan loyiha konsepsiyalarida, loyiha baholash hujjatlarida bular inobatga olinadi. Aholimizning qaysidir qatlamlari uchun imtiyozlar bo'ladimi? Imtiyozlar bo'ladi. Bu qanaqa ko'rinishdagi imtiyozlar? Bu tez tibbiy yordam transport vositalari, favqulodda vaziyatlar bo'yicha avtotransport vositalari, favqulodda vaziyatlar vazirligining avtotransport vositalari, ichki ishlar hamda hukumat doirasida tashriflar davomida kutiladigan katta martabali mehmonlarni o'tkazilishida imtiyozlar beriladi. Bilamizki, yana rejada Toshkent-Andijon trassasini ham qurish rejasi bor, lekin bilamizki, o'sha vodiy tomon baribir o'sha tog'li zonalardan iborat. Qaysi hududlarni qamrab oladi bu yo'l? Bu juda murakkab yo'l hisoblanadi Toshkent-Andijon yo'nalishida, sababi o'rtada Qamchiq dovonimiz bor. Bu yo'limiz Toshkentdan Farg'ona vodiysigacha bo'lgan Farg'ona vodiysini ham 3 ta viloyatdan qamrab oladi yo'limiz. Murakkabligi shundan iboratki, buni Qamchiq dovonidan o'tadigan qismida 30 kilometrga yaqin tunnelimiz bor. Bu ya'ni tepaga ko'tarilmasdan o'sha pastroqdan o'tib ketamiz, to'g'ri. Murakkabligi shundan iborat. Va bu loyihamizni 2 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda 102 kilometr bo'yicha tender jarayonlari davom etmoqda. Shu tender natijalariga asosan keyin boshlaymiz buning qurilishlarini. Men bitta savol beray. Mana muhandis odam sifatida nimaga shahar chetidagi yo'llar bilan shahar ichidagi yo'llar bir-biridan farq qiladi? Ko'rinishi jihatdan ham yoki bo'lmasam o'sha tez buzilishi jihatdan ham, yorilib ketishlar yoki bo'lmasam qanaqadir bir notekisliklar bo'lishi jihatdan ham shahar chetidagi yo'llar chidamliroq. Nimani evaziga? Harakat jadalligi hisobiga amalga kelib chiqadi bunaqa muammolar. Bitta yo'lda 10 mingta mashina yursa, ikkinchi yo'lda 20 mingta mashina yurishi mumkin. U o'z-o'zidan qoplamani o'tkazish holati o'zgarishga olib boradi. Ekspluatatsiyasi ko'proq bo'lganligi, o'tkazuvchanlik holatiga bog'liq. Ichida ishlatiladigan mahsulotlarda farq yo'q. Ichida ishlatiladigan mahsulotlar ham shu yuk ko'tarishga qarab turib, joyning geologik xususiyatiga qarab turib belgilanadi va belgilangan konstruksiya ishlab chiqiladi loyihachilar tomonidan. Shu qurilishga tatbiq qilinadi. Xo'p, savolim boshqacha beray. Nimaga shahar ichidagi yo'llar tez buzilib ketadi, shahar tashqarisidagilar chidamli bo'ladi? Sun'iy inshootlar, muhandislik tarmoqlari bor, suv ta'minotlari yo'l ostidan o'tadi, shahar ichida muhandislik tarmoqlari ko'p bo'ladi. Shularning avariya holati ham keltirib chiqarishi mumkin, yo'lning buzilishiga, qoplamaga ta'sirini o'tkazishi mumkin. Shularning hisobidan
bo'lishi ham mumkin. To'g'ri qayd etib o'tdingiz, shahar tashqarisida betonli yo'l qurilyapti, shahar ichida asfalt yo'l. Buni asosiy sababi shahar ichida, ya'ni beton qoplamali yo'l bo'lsa, beton qoplamali yo'ldan shovqin baland chiqadi. Mashina avtotransport vositasi harakatlanganda shovqini baland bo'ladi. Bu aholi yashash joylarida noqulayliklar o'z navbatida keltirib chiqaradi. O'shani hisobiga aholi yashash joylarida asfalt beton qoplamali yo'l quriladi. Lekin beton chidamliroq. Betonni ekspluatatsiyasi chidamliroq bo'ladi. 30-40 yilgacha beton qoplamali yo'llarimizning ekspluatatsiyasi bo'lishi. Demak, biz shovqinga rozi bo'lishimiz kerak ekan. Ha, yoki uni tanlang yoki buni tanlang. Yana qo'shimcha navbatda aytish kerak, sement beton qoplamali yo'l qurilganda, sement beton qoplamali yo'l quyilgandan keyin eng kam muddati 28 kun muddatda uni qurib olishini kutishimiz kerak. Bu shahar joylarda o'z navbatida juda katta tirbandliklarni va muammolarni keltirib chiqaradi. Bitta yo'limizni 3-4 oyga yopib qo'yish bu juda katta muammolar keltiradi. Asfalt beton qoplamamizni 2 qavatda 15 santimetrgacha beriladi. Ya'ni 9-6 santimetr qilib 2 qatlam beriladi. Sement beton qoplamamiz 1 qavat 27 santimetr qaratlaydi. Bu hamda o'z navbatida yuk ko'tarish qobiliyatini ham oshiradi. Ya'ni asfalt beton qoplamamiz yo'llarimizni yoz issiq kunlarida asfalt o'zimizni hozir qayd etib o'tdik, yo'lchilantiradi, kalaya deymiz, notekisliklar. Bu yoz issiq kunlarida asfalt yumshaydi. Uning ustidan yuk mashina, og'ir yuk mashina o'tgandan keyin xohlasa xohlamasa o'zi bilan iz qoldirib ketadi. U bitta ikkita o'tsa bilinmaydi. Davomiy o'tib turgandan keyin o'sha kalayalar vujudga kelishni boshlaydi. Sement beton qoplamada bu narsalar vujudga kelmaydi. Qimmatroqmi u sement beton? Asfalt betonga qaraganda qimmatroq chiqadi sement. Necha barobar qimmat? 2 barobar desak ham bo'ladi. Bundan avval aytingizki, Toshkent-Samarqand pullik yo'li 2 tasmali bo'ladi deb, to'g'rimi? 3 dan 6 tasma bo'ladi umumiy. Bir tarafga 3 tasma, ikkinchi tarafga 3 tasma, 6 tasmali bo'ladi. Keyin beton yildan yilga mustahkamligini oshirib boradi. Ha, Mustahkamligini yildan yilga oshirib boradi. qoyil. Toshkent Bo'stonliq pullik yo'li haqida ham batafsil ma'lumot bersangiz, 4-6 tasmalik bo'ladi deb reja qilinyapti, to'g'rimi? Qachon bo'ladi shu yo'llar? Shu savolga boyatdan beri javob ololmayapman. Kim ayta oladi shu savolga javob? Toshkent Chorvoq yo'nalishi bo'yicha yo'limizni hozir loyihalash jarayonlari yakuniga yetmoqda. Loyiha hujjatlari ishlab chiqilgandan keyin pudrat tashkilotlarini tanlash jarayonlari. Taxminan aytolmayman. Yo'lchilarda taxminan degan fraza yo'q-da. Taxminan aytib bo'lmaydi bu narsani. Biz hali ham chizyapsizlar. Loyihalash hujjatlari, asosiy trassa o'qlari, trassa chizmalari chizilgan. Buni hukumatni idoralar bilan kelish jarayonlari ketmoqda hozir. Ha, demak bu oson jarayon emas. Yo'q, bu yerda albatta shundoq, mana shu yerdan yo'l solamiz, bo'ldi deb turib, no asfalt qilib yoki bo'lmasa beton qilib qo'yib keta olmaysiz. Kelishadigan hukumat idoralarimiz bor, mahalliy hokimliklar, har bir idoralar bilan kelishib chiqiladi bu yo'limizni. Ya'ni Toshkent Chorvoq bo'lgandan keyin hozir Chorvoqda bilasizlar dambamiz bor, dambaga yaqin joydan o'tadi, Chorvoq bilan suv ombori bilan kelishishimiz kerak. Har bir o'zining idoralari, gazchilari bor, suvchilar hamma bilan kelish kerak. 1 yil, 2 yil, 5 yil. Yo'q, 5 yil emas-ku. Xudo xohlasa 1 yilda boshlab qolamiz qurilishlarni. Davlat xususiy sheriklik asosida quriladi bu yo'llar dedingiz yuqorida. Aynan mana shu qoplamalarning sifatini kim nazorat qiladi? Qurilish sifatini nazorat qilish bo'yicha bu alohida qurilish ustidan nazorat olib boradigan konsultant kompaniyalar. Ya'ni bizning tilda texnadzor deymiz. Shunaqa kompaniyalar tanlanadi. Ular ham xorijiy mutaxassislarga ega bo'lgan kompaniyalar. 1 yil 2 yillik emas, mutaxassislar juda katta optga ega bo'lgan mutaxassislar jalb qilinadi. Albatta ular tomonidan o'sha quruvchi tomonidan qilinayotgan har bir ishni etapma-etap, ya'ni tuproq ishini qildimi, tuproq ishini laboratoriya asosida tekshirib olib qabul qilinadi. Ustidan qum shag'al aralashmasini to'shadimi, uni ham laboratoriya asosida qabul qilinadi. Buni ustidan albatta texnik konsultant nazorat qilib boradi. Bu yo'ldan tushgan pullar qayerga ketadi? Pulli yo'llardan tushgan pullar asosan yo'lni ekspluatatsiya xarajatlari. Sababi yo'l siz mana foydalanuvchi o'tib ketdingiz. Lekin o'sha yo'lni nazorat qiluvchi tashkilot u ekspluatatsiyasi uchun kam bo'lmagan miqdorda xarajat qiladi. Uni sadrjaniyasi deymiz, biz o'sha saqlash xarajatlari unga ketadi. Ikkinchi navbatda investor kiritgan investitsiyalarni qaytarishga jalb qilinadi. Zo'r. Kimlar investor bo'la oladi? Investorlar albatta bizda xalqaro standart asosida, tender asosida tanlab olinadi. Bu ham shunchaki kelib, misol uchun Aliqurda va Aliqurda bo'lmaydi. Tajribaga ega bo'lgan kompaniyalar tanlab olinadi. Ha.
Ha, shunchaki puli bor odam bu yoqqa investor bo'la olmaydi. Shunchaki puli bor odam, misol uchun mana sizni pulingiz borki, siz lekin yo'lni Y harfini ham tushunmaysiz. Sizni men qurilishga qo'ya olmayman-da bu yoqqa. Men bir tarafdan xursand qildilar, bir tarafdan xafa qildilar, bildingizmi? Nega? Puli bor odam sifatida ko'rib xursand qildilar, lekin tajribasi yo'q, tushunmaysiz deb xafa qildilar. Endi baribir har sohada tajribaga tayanish kerak va shu o'rinda biz ham qaysi davlatlarning tajribasiga tayangan holda mana shu amaliyotni mamlakatimizda tatbiq etishga qaror qildik. Misol qilib aytadigan bo'lsak, Amerika, Germaniya, Portugaliya, Ispaniyada ham pulli yo'llar zamonaviy talablar asosida qurilgan. Hozir mana yaqinda o'zimizning xodimlar Turkiyaga borib kelishdi, u yerni holatini, sharoitini o'rganib kelishdi. Shu asosda bizda ham bu talablar asosida quriladi. Boshqaruv masalasida eng muhim talab pulli yo'lni oddiy yo'l uchastkasidan farqli ravishda doimiy xizmat ko'rsatish obyekti sifatida qurishdir. Umuman olganda, pulli avtomobil yo'llarini qurish O'zbekistonda transport infratuzilmasini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishi shubhasiz. Biz haydovchi sifatida bu pulli yo'llarni tezroq paydo bo'lishini xohlaymiz va sizlarga charchamanglar deymiz. Kuch-quvvat bizdan nima xizmat? Etsanglar, balki xalq bilan borib hashar qilarmiz. Faqat shu tekis, ravon va tez yurish mumkin bo'lgan va kamroq tirbandlik bo'ladigan yo'llarni tezroq qilib bersanglar bo'ldi. Bir so'z bilan aytganda, xavfsiz, qulay va tezkor harakatlanish imkonini yaratib bersangiz aholimizga, biz bundan faqatgina xursand bo'lamiz. Siz o'zimizda tok showusini tomosha qildingiz. Kelgusi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Xayr.